Uyni buzayotgan men emas, zulm. Yuring opa, uyga qaytaylik. Jon opa, yo'q demang. Shoshmang. Tushunmayman, sen hali. O'zingiz bosing. Qo'yib yuboring meni. Shifokor chiqib aytdi. Ona ham, bola ham soppa-sog' ekan. Xudoga shukr. Tinchlaning? Qanaqa tinchlanaman? Qanaqa qilib? Butun boshli odam yo'qolyapti. Aka. Meni ayolim yo'qoldi. Qayerda hozir? Ahvoli qanaqa? Xo'p, Qo'rqitib yubordingiz-ku, aka. Uzr bolajonlarim, sizlarni ham xavotirga qo'ydim. Nima? Robiya topildimi? Bu yangi mashina menga emas, sizga, qizim ikkovilarga. Men nimagadir sizni uyingizda o'zimni xotirjam his qilyapman. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. onasi Gulbahor xonga xonasini ko'rsating. Sal o'zingga kelgin deb indamasdan o'tirgan edim. Odam taftini odam oladi bolam. Robiyani birov olib ketganini ham hech kim ko'rmagan. Qayoqqa ketganini ham hech kim bilmaydi. Men yana homilador ekanman. Voy. Ha yaxshi-ku. Oradan vaqt o'tgach, Komil akamga boshqacha gapira boshladi. Voy. Xo'sh, Gulbahor. Qalay? Ovqati bizni tuzi ma'qulmi? Juda ham yaxshi. Shirin chiqibdi. Opajon, mehmonsiz deb mana birinchi kuni o'zim tayyorladim. Rahmat. Men kosalarni yig'ib qolay-a? O'tir, shoshma. Yangi xizmatchi o'rganmasin. Bizga oshpaz kerak. Qarindosh emas. Dadajon cho'ponlardan ham so'radim. Ular ham nimadir ko'rgandir. Ha. Oyimni tovga chiqishgan bo'lsa, ular ko'rishgan bo'lish kerak. Xo'p, yaxshi, xo'p. Nega hech kim telefon qilmayapti? Telefonni berdik-ku. Nahotki hech kim ko'rmagan bo'lsa? Sabr qiling. Hoshimjon kelsin. Balki tepadan biron bir xabar bo'lar. Tushsinchi oldin. Bo'lsin-da, bo'lsin. Opa, nima gaplar? Tinchmisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi. Siz bilan ham anchadan beri ko'rishmadik. Qani bir zo'r gaplardan aytingchi. Ha, shuni ayting. Ana o'sinim ko'rib qolgan. Robiya bor-ku? Ha, bilaman. Ha? Hali ham ko'zi ochilmadimi uni? Ha, yo'q. Uni ustigachi, ana o'sha Robiya yo'qolib qoldi. Ana endi hammasi kelib men bilan janjal qilib chiqadi. Nimamush? Robiyani yo'qolib qolishiga men aybdormishman. Ha? Hattoki anu Komil mullakka ham. Agar xotinim topilmasa, seni chavoqlab ketaman dedi. O'lmasam shunchalikka borishdimi-ya? Uni ustiga anu Matluba amma boru, o'sha kelini bilan har kuni yo'lim poylaydi. Meni ko'rishi bilan janjal to'polonni boshlaydi. Sen bechora onamni bosh olib chiqib ketishiga majbur qildingmish. Voy bechora qumri, toza tuhmatga qolib ketibsiz-ku. Nimasini aytasiz? Anu Robiyaga qaruvchi Gulbahor bor-ku? Ha? O'shani ham qamasharmish. Shu gapni eshitib, u Gulbahorcha qochib ketdi. Lekin uni joni qutuldi-yu, bu baloga men tutildim. Ha, to'g'ri aytasiz, opa. Hozir Hı? odamlar aybsizlarga ham tuhmat qilaverar ekan. To'ppa-to'g'ri. Shirguruchim senga yoqdimi? Ha. Qo'lingiz juda ham shirin ekan, aya. Rahmat. Arzimaydi. Aya. Osh bo'lsin. Siz bu qishloqda anchadan beri yashaysizmi? Ha yo'q. Meni yoshligim Samarqanddagi kichkina qishloqda o'tgan. Otam oddiy dehqon edi. 18 yoshimda meni Imom Nazar degan yigitga uzatishdi.
u mana shu qishloqda yashar edi. Shunday qilib ota uyimdan Samarqand tomonlardan bu yerga kelib qoldim. Boshida moslashishim juda ham qiyin bo'ldi. Ha, shunda siz Imom Nazar amakini sevib turmushga chiqmagansizda. Otangiz majburlab uzatganmilar shunda? Nega unaqa deysan qizim? Biz bir-birimizga ko'ngil qo'yib turmush qurganmiz. Otam ham Imom Nazarni menga munosib topgan. Qizingdan xabar bormi? Oling. Yana homilador ekan. Adolat ham qo'ng'iroq qildilar. Yana qizimni qassobxonaga yuborganday har yili tug'ruqxonaga tashiysan. Sen va opang shu nikoh tuzib kelishib olgansizlar. Endi mana oqibatini ko'r. Dadasi, shu gap qizingiz eshitmasin. Xudo xohlasa shu safar Xudo xohlasa emish. 4 marta Xudo xohlamadimi? Ertaga borib qizim uyga olib kelaman. bu nima deganingiz? Qizingiz uyga olib kelib nima qilasiz? Ajrashgan xotin bo'lib o'tiradimi? Odamlar, qo'ni-qo'shnilar nima deydi eshitsa? Odamlar? Sen hali ham odamlarni o'ylayapsanmi? Qizimni ichida 5 yildan beri bola o'ladi. Menga odamlar emas, qizimni joni kerak. Tushunarlimi? Adolat ham uni ko'z qorachig'ida avaylaydi. Oybek ham yomon bola emas. Dard ikkalasiga ham tekkan. Dard sizlarni qudachilikka tekkanmi yo osmondan tushganmi? Menga umuman qizig'i yo'q. Gap tamom vassalom. Qizimni o'sha uydan olib kelaman. Komil aka? Aka, bu yerda ham yo'q ekan. Qo'shni tuman kasalxonasini ham tekshiramiz deyishdi. Aka, hozircha hech qanday iz yo'q. Mayli, biz bozorxonaga o'tdik. Keyin yana biror joyda ko'rsarmi? Xo'p, aka. Men ham atroflarni qidirib ko'raman. Yaxshi. Mayli aka, xo'p. Qayerdasiz yanga? 16 yoshligimda og'ir dardga chalindim. Kasal bo'lib qoldim. Hech ham ismim tushmadi. Qishlog'imizdan ham, shahardan ham shifokorlar kelishdi, lekin hech narsa qilisha olmadi. Ahvolim borgan sari og'irlasha boshladi. Shu paytda kimdir otamga mana shu tog'larda Imom Nazar degan tabib bor. O'shanga ko'rsatinglar deb maslahat berishdi. Otam darrov uni oldiga borib, bizni uyga olib kelganlar. Ularni dorilari, giyohlari bilan darrov tuzalib oyoqqa turganman. Ko'rmaganday bo'lib ketganman. Yaxshilab tuzalib ketganimdan keyin dadam ikkalamiz Imom Nazarning uyiga unga rahmat aytgani borganmiz. Lekin borganimizda nimagadir men ulardan tortinib, uyalib, ular ham g'alati bo'lib, oramizda qandaydir iliqlik paydo bo'la boshladi. Xullas kalom, otam meni Imom Nazarga uzatdilar. Otam ham sezdilar shekilli. 30 yil birga yashadik. 2 farzandimiz bor. Dilfuza va Shakarvoy. Ular shaharda o'qishni bitirib, shaharda turmushga chiqib, Toshkentda yashashadi. Men esa mana shu tog'dagi uyimda yolg'iz o'zim qoldim. Qizlarim hamisha chaqirishadi. Oyjon, keling, bizlar bilan turing. Yolg'iz nima qilasiz u yerda? Keling deyishadi. Lekin bo'pti deb boraman-u, bir kun yotganimdan keyin 4 devor ichida siqilib qolaman.
mana bu betonni orasida havo yetmagandek bo'ladimi-ye? Mayli, tinch o'tirgan ekansizlar, mendan xavotir olmanglar. Dadangni qarindoshlari bor, qo'shnilar bor, mendan xabar olib turishadi, xavotir olmanglar deb qishlog'imga qaytib, shu uyimda yashayapman. Inom. Ey, Inom nima dedi? Menga aql o'rgatdimi? Shokar, tilingni tiy. Yoshing bir joyga bordi dedimi? Ey, choy berasizlarmi? Hozir. Tavba. Bu uyda choyni ham so'rab olasan. Odam keldi ko'chadan. Choy olib kelmaysanmi? Boryapman mana. Assalomu alaykum. Mana. Va alaykum assalom. Bu qanaqa choy? Men choy dedim, sovuq choy deganim yo'q-ku. Ichi bo'lmaydi-yu buni. Uzr. Tavba. Bu uyda tuzukroq ish qiladigan odam bormi? Mardikor xotin. Nega unaqa qarayapsan? Sen ham hali o'rganib qolasan. Erkak kishi men bo'lganimdan keyin bu uyda hokimman men. Meni tuzatishga harakat ham qilmalaring. Voy, Gulnoraxon? Gulnora opa, tinchlikmi? Nima bo'ldi? Nega yig'layapsiz? Yo'q, ko'zimga narsa kiribdi opa. Gulnora, men sizni birinchi ko'rib turganim yo'q-ku. Nima bo'ldi? Gapiringchi. Norgul opa, Hafiz opa meni ishdan bo'shatmoqchilar. Ishlashga boshqa odam topibdilar. Professional, 3 ta tilda gapirar ekan. Oyim shunaqa dedilarmi? Shunaqa. Ha, shunaqa dengda. Bu yangilik emas-ku. Doim bir nimalarni o'ylab topib yuradi. Gulnora, siz xavotir olmang. Men o'zim gaplashaman. Yo'q, Norgul opa, kerak emas. Meni deb yana qudangiz bilan urushmang. Mayli. Ketsam ketaman. Gulnora, men qudam bilan urushmoqchi emasman. Men qudamga siz bu uyni xizmatkori emas, chinakam a'zosi ekanligingizni tushuntirib qo'ymoqchiman. Sizni bu uydan qudam ham hech kim chiqarib tashlay olmaydi. Voy. Gulnora opa, men ham sizni hech qayerga qo'yib yubormayman. Bu gaplarini umuman eshitmagan ekanman, xabarim yo'q ekan. Bo'lmasam qarshilik qilgan bo'lardim. Iltimos qilmang, xo'p? Xo'p. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Keling. Hormang. Salomat bo'ling. Ko'zi ojiz bir ayolga ko'zingiz tushmadimi mabodo? Yo'q, uka, yo'q. Bu yerda minglab odam o'tadi. Aniq eslolmayman. Qolgan joylardan ham so'rab ko'ring. So'radim boshqalardan. Umuman hech kim ko'rmagan. Ha, unda bilmadim. Alo aka. Bu yerda ham yo'qlar aka. Xuddi yer yutgandek g'oyib bo'lganda. Hamyoq qarayapsanmi? Ha, qarayapman. Yaxshilab qaraga uka. Xo'p. Aya, siz ham qizlaringiz haqida gapirib bering. Dilfuza opam, Shakar opamlar Toshkentda yashaydi degandingiz. Ularning hayoti qanday o'zi? Ikkala qizim meni iftixorlarim. Birinchi qizim shaharda shifokor. Toshkent tibbiyot institutini tugatib, magistraturani ham tugatgan. Uni eri esa jasur muhandis.
Ularni ikkita farzandi bor. Katta qizi Gulnora, u ham tibbiyot talabasi. Onasini izidan ketgan. Kichkina qizi Jasmina esa musiqa kollejini tanlagan. O'sha yerda o'qiydi. Ikkinchi qizim Shakaroy maktabda muallim. Til va adabiyotdan dars beradi. Uni eri Baxtiyor esa jurnalist. Ularni 3 ta farzandi bor. Meni nabiralarimning hammasi keng qalbli, sermehr bolalar. Ayi, siz baxtli onasiz. Ha. Xudoga shukr. Shifokor qizingiz Dilfuza meni Marjonamga o'rnak. Meni Marjona qizim ham ko'z shifokori bo'lmoqchi. Men uchun menga o'xshagan ko'zi ojizlarga yordami tegishni xohlaydi. Iloyim niyatiga yetsin. Ilohim. Marjona qizim shoshqaloq emas, ehtiyotkor. Men uni onasi ekanligimdan g'ururlanaman. Voy iloyim, ko'z tegmasin. Robiya, sen juda ham yaxshi onasan. Men bunga ishonaman. Marjona seni iftixoring. Umida esa seni baxting. Axir biz ikkalamiz ham ona bo'lib, bolalarimizga jonimizni berishga tayyormiz-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Sen esa bugundan boshlab meni 3-qizimsan. Rozimisan? Ha, albatta roziman. O'zimni qizim. Qizim, bundan keyin o'zingni ehtiyot qilgin, og'ir narsalar ko'tarmagin, xo'p? Doktorlarning aytganini qil, gapiga kir. Xavotir olmang oyijon. Xolam meni avaylab asrab yuribdilar. Ha, yaxshi. O'tiraveringlar. Keling. Qizim, sen hali ham shu uydamisan? Voy. Ering seni 1000 marta qo'yib yubormoqchi bo'ldi-ku. Nega yopishib olasan? Or nomusing bormi? Dadajon, xolam men uchun onadek. Oyim bilan xolam opa-singil bo'lsalar, bir-birimizdan ayrilmaylik deb shu nikohni tuzgansizlar. Endi men bu nikohni buzolmayman, dadajon. Tentak. Shu xayol bilan o'zingni o'tga otyapsan. Mayli. Men ishlarimni qilay. Ko'rdingizmi dadasi, qizimizni qo'yni shunchalar tozaki, biz buni majburlab ajratsak, uni qo'yni sinadi dadasi. U o'zi aytgandek, jigarlar ozor bezor bo'lmanglar deb biz uchun yashab yuribdi shu qiz chidab. Shunisi yomon-da. O'z baxtini ikkalovimizni tinchligimizga ayamayapti. Men bunga qandoq chidayman, Gulsara? Bu xizmatkor bizga kerak emas. Bitta dadangizga kerak. Hali dadamga ham kerak bo'lmay qoladi. Shuni tezroq ketkazish kerak. Qanday qilib? 3 ta yo'li bor. Xo'sh. Birinchisi o'zi ketadi. Hech qanaqa hunar ko'rsatmasak ham. Ikkinchisi dadamni ko'nglidan qoldiramiz. Gap tarqatamiz, dadajon ishonadilar. Uchinchisini hali o'ylamadim. Qalay, bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Qani, keling. Sekin. O'tiring. Ana. Voy, bolam.
Havoyam ancha yaxshi. Bir necha kun tiniqib dam olding. O'zingga kelding. Ha. Endi ko'zlaringni nurini qayta tiklashga harakat qilamiz. Ha, qanaqa qilib? Men ham aslida mo'jiza yarata olmayman, qizim. Allohga tavakkal qilib, ko'z tolalaringni quvvatlantiradigan dorivor o'simliklardan qaynatib ichiraman. Dorivor o'tlarimdan davolashni boshlaymiz. Axir shifo Allohdan-ku, qizim. Xudoga tavakkal qilamiz ikkovimiz. Aya, rostdan ham buni iloji bormikan? Tuni kun yaratgan egamdan ko'zlarimni nurini qaytarib berishini so'rab iltijo qildim. Lekin ko'zlarimni nuri qaytarmikan? Voy bolam, ey. Judayam tushkunlikka tushib qopsan-ku, a? Ha. Umidlarim yana puchga chiqishidan qo'rqaman. Noumid shayton dedilar, bolam. Umidingni hech qachon so'ndirma. Bandasiga mushkul narsa Allohga juda ham oson. Bo'l desa, hamma mushkulot hal bo'ladi. Ilohim Alloh o'zi madadkor bo'lsin. Allohu akbar. Rahmat. Ilohim. Sen o'ylamagin, ho? Mayli qizim, sen o'tira tur. Men hozir damlama tayyorlab kelaman. Xo'p, mayli. Senam meni eshiting. 30 yil oldin shu hovliga kelin bo'lib kelganman. Men ham kulib kirganman. Keyin nohaqlikdan, haqoratlardan, xo'rlashlardan, urushlardan qotib ketganman. Mana bugun nimani ko'rgan bo'lsangiz, 30 yillik namunasi shu. Boshqa hech narsa emas. Opa, bu uydan qochib ketishga harakat qilmadingizmi? Qochib ketganimda tutib olishardi. Urib, do'pposlab o'ldirib qo'yishardi. Eslasam, meni otam Shokirdan battar edi. Meni qaytib qabul qilmasdi. Orqam qilich, oldim qilich. Noilojlikdan boshim egib qolganman. Opa, men boshqa chidolmayman. Men qochib ketaman. Sizni yo'lingiz boshqa. Sizni yo'lingiz hali ochiq. Biron kun, biron chog'da ilojini qilib qoching, senim, qoching. Qaytib bu hovliga qaytib kelmang. Hech qachon qaytib kelmang. Opa, sizni qanday qilib tashlab ketaman? Siz meni o'ylamang. Men yog'ochman, kesilgan yog'och. Mana shu yerda qurib ketaman. Siz esa hali novdasiz. O'zingizni qutqaring. Qutqaring, Gulbahor. Bu yerda ishlashingiz ham, yashashingiz ham kerak emas. Baribir hech kim hech qachon sizni qadringizga yetmaydi. To'g'ri aytasiz. Shunda ham hech qayerda qadr topmadim. Xudo yoringiz bo'lsin, singlim. Meni kuchim faqat sizni duo qilishdan boshqasiga yetmaydi. Qo'limdan kelguncha faqat sizni duo qilaman. Keting, qolmang bu yerda.
Rahmat. Rahmat sizga. Mana bu damlamani ichib ol. Achchiq, lekin asal qo'shilgan. Aya, sizni ham ovora qildimi? Seni ko'zingcha qari kampirga o'xshar ekan. Juda ham kuchsiz, dangasa kampirga. Harakat qilgisi ham yo'q, yurgisi ham yo'q. Men uni yurishga, chopqillashga harakat qilaman. Ko'rish tolalari jonlanishi kerak. Aya, juda ham ajoyib. Undan men buni ichay. Ich, issig'ida ich. Xo'p. Sekin, ehtiyot bo'l. Ajoyib. Aya, shunda meni dimog'im uyingizdagi har xil giyoh, o't-o'lanlarni yoqimli hidi bilan to'ldi. To'yindi. Tanam ham sekin qizidi. Ko'z qovoqlarimda ham qanaqadir havo harakati bo'lyaptimi-ey? Qizim, bu-chi endi boshlanishi. Bu bir belgi xolos. Kuniga kamida 3 marta 1 oy ichishing kerak. Keyin bu yog'ini ko'ramiz. Aya, 1 oy, lekin meni qizlarim, oila a'zolarim, uydagilarim shuncha payt meni izlab yurishadimi? Xavotir olishadimi? Men ham to'g'risi ulardan xavotirlanayapman. Yo'q, aya, unaqasi bo'lmaydi. Mayli qizim, hozircha boshlab turaylik. U yog'ini keyin ko'ramiz. O'ylaymiz nima qilishni. Sen avvalo hozir o'zingga kelol. Asablaring tinchlansin. Ana undan keyin bir yo'lini toparmiz. Balki uydagilarga daragini o'zim berarman. Lekin hozircha shoshmasdan turaylik, xo'p? Xo'p, aya. Lekin men borgunimcha Komil akam Gulbahor bilan nikoh o'qitishar. Agarda Gulbahor vijdonli ayol bo'lsa, bu ishni hech qachon qilmaydi. Sen bu yoqdan xavotir olma. Ha, qayerga ketyapsiz? Choyxonaga. Bugun choyxonaga bormaysiz. Nimaga? Siz bu xonadonni erkagimisiz? Qaynatammi, katta o'g'limisiz? Otangiz yosh yigit misoli xizmatkor ayol bilan yuribdi. Butun qishloq ustidan kulyapti, bilasizmi? Siz ana shu ustidan kulinayotgan erkakni o'g'lisiz. Demak, sizni ham ustingizdan kulishyapti. Meni ustimdan nega kulishadi? Sal o'ylang. Katta o'g'ilsiz. Otangiz nomini, or-nomusini asrashingiz kerak. Bu ayol allaqayoqdan kirib keldi. Ertaga sizni ulishingizga ham ega chiqadi. Qanaqasiga meni ulushimga ega chiqadi? U oddiy bir xizmatkor bo'lsa. Hozircha shunday. Lekin ertaga nima bo'lishini bilmaysiz. Men o'zim u bilan gaplashaman. Yaxshi. Aka. Biror gap bormi? Yo'q. Bu tuzukroq dam olmadik. Agar shu alfozda qidirishni davom ettirsak, o'zimiz ham bir kasallik orttirib olamiz. Nima demoqchisan? Charchadik. Bo'ldi, qidirishni to'xtatilik demoqchimisan? Nima demoqchisan?
Aka, men unday demoqchi emasman. Nima demoqchisan unda? Hey, biroz dam olib, kuchimizni yig'ib olaylik. Gapirma. Akalar bo'ldi qilinglar. Bir-birimiz bilan gap talashib nima qilamiz? Dushman bizni charchog'imiz. Bir-birimiz emas akalar. To'g'ri. Xafa bo'lma. Xo'p, aka. Bir soatcha dam olaylik, keyin yana qidirishni davom etamiz. Xo'p, xo'p. Marjona qayerda? Bu yoqqa kirib ketgandi. Yuringlar. Yuring. Robiya qizim. Mana damlamani olib keldim. Ehtiyot bo'l. Qani, ichib ol. Bismillahirrohmanirrohim. Ixlos bilan ich bolam, ixlos bilan. Robiya, endichi menga Komil haqida gapirib bergin. Sen uni sevarding-a? Gulbahor kelganidan keyin Komil bilan munosabatlaringiz qanaqa bo'ldi? Oldin yaxshi yasharmidinglar? Ayya, Komil akam men uchun eng yaxshi turmush o'rtoq. Dadam Komil akamni mard yigittirdilar. Turmushimiz juda shirin o'tdi. Marjonam tug'ildi. Ketidan Umida qizim. Komil akam bilan o'rtamizda eng muhimi o'zaro ishonch bor edi. Lekin keyin ko'zim ko'rmay qolgach, hamma narsa o'zgarib borganday tuyuldi. Komil akam menga achinib qaraydiganday tuyuldilar. Men buni his qilardim. Biroq Komil akam menga hech qachon yomon munosabatda bo'lmaganlar. Meni hamisha hurmat qilardilar. Lekin Gulbahor kelgach, hamma narsa o'zgarib ketdi. Qumri Gulbahorni tezroq Komil akamni o'ziniki qilib olishga undashni boshladi. Keyin esa menda Komil akamga nisbatan ishonchsizlik uyg'ondi. Ey qizim, men hayotda juda ko'p odamlarni ko'rdim. Erkaklarni irodasi kuchlilari ham bo'lar ekan, kuchsizi ham bo'lar ekan. Ular boshqa ayolni ko'rgandan keyin baribir shayton yo'ldan urar ekan. Lekin erkakning qalbida haqiqiy sevgi bo'lsa, albatta uni yoniga qaytib keladi. Qani, xo'pla. Bolajonim meni. Senga hayajonlanish mumkin emas. Xavotir olma. Menga ishon. Komiljon seni haqiqiy sevar ekan. Gulbahorga parvo qilmagin, gapiraveradi u. Hammasi o'tib ketadi. Adashgan, noto'g'ri tushungan. Rostdanmi, ayya? Men ham o'ylab ko'rdim. Balki noto'g'ri tushungandirman. Balkim. Gulbahorni ham noto'g'ri tushungan bo'lishim mumkin. O'zichi meni Gulbahorga qarshi qayragan Qumri bo'ladi. Qumri? Kim o'zi u? Meni ovsinim. Ovsinim? Ha. Voy, ha dushman ichinglarda ekan u. Nima? U sizlarni ko'ra olmaydimi? Shunaqaroq. Bilasanmi? Baxt eng yaxshi hakam deyishadi. Senchi
bir necha kun shu yerda tinchgina o'tir. Asablaring ham dam oladi. Shoshilma. Mana bu giyohlaringni ich. Balki shunda ko'rish qobiliyating ham sekin tiklanadi. Hali, shifokorlar ham operatsiyadan keyin vaqt o'tib ko'rish qobiliyatlaringiz tiklanadi deyishgandi. Lekin afsuski, hali ham tiklanmadi. Sen men bergan damlamalarni ichib turgin. Xudo xolasa, ko'z nuring ham qaytadi. Qani ol. Oxiriga ich. Aloqa. Shoshma. Xudo xolasa, tez orada tuzalib ketasan. Mana ko'rasan. Ilohim aytganingiz kelsin. Hozir ovqatam tayyor bo'lib qoladi. Tillalarim yo'q. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Kecha oynani oldiga tillalarimni qo'ygandim. Yo'q. Qanaqa qilib yo'q bo'ladi? Bilmasam. Ya, uyingizga o'zingizdan boshqa hech kim kirmasa qanaqa qilib yo'q bo'ladi? Dadajon, kechasi hammom tomonga ketayotganimda bitta shu opa uxlamayotgandilar. Nimanidir timskillanib yashirdi. Nima? Nimani paypaslab yashirding? Yo'q, hech narsa yashirganim yo'q. Nega hayajonlanyapsiz? To'g'risini ayting, siz oldingizmi? Yo'q, men olganim yo'q. Xudo haqqi olganim yo'q. Biz ehtiyotimizni qilaylik, dada. Opani xonalarni ko'raylik. Balki o'sha yerdadir. Mayli, bemalol ko'rishinglar mumkin. Qani, yuring. Yur. Ha, yuring. Qani ko'raylikchi. O'zi shunaqa bo'lishini sezuvdim. Gulnora? Voy. Assalomu alaykum opa. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Rahmat. Qalaysan? O'zingiz yaxshimisiz? Charchamayapsanmi? Gulnora. Meni kechirgin. Men xato qildim. Opa, to'g'risi, ket deganingizdan keyin ketishga ham tayyor edim. Lekin yaxshilab o'ylab ko'rdim. Bu uyga, oilaga juda ham o'rganib qopman. Boshqa hech qachon bunaqa qilmayman. Yana bitta ro'mol bermoqchimisiz deyman, opa? Bitta emas, 10 ta beraman. Yo'q, Butun do'konim sening uchun ochiq. 10 ta ko'p-ku. Shuncha ro'molni nima qilaman? Qani, yur, o'zingga yaxshi narsa tanlaysan. Qo'y, ishlaringni qo'y, keyin qilasan. Yura qol, ketdik.